oxirgi paytlarda O'zbekistonda Xitoylar ko'payib ketyapti. O'zbeklar ularni haydashga harakat qilishyapti. Lekin men shuni aytmoqchimanki, O'zbekistonda Xitoyda biznesga kuchayish sababi O'zbekistonda ana shu texnologiyaning yo'qligi sababli ular kelib kelyapti. Biz o'zimiz ularga taklif qilyapmiz. Ya'ni hukumat uni taklif qilyapti. Ularga yo'l ochib beryapti. Xitoy ham o'zining davrida sanoati unchalik rivojlangan bo'lmagan. Oddiy misol 90-yillar ham, mana 2000-yillar ham ularda tovarlari juda sifatsiz deb tan olganmizni bilardik. Ularda haqiqatan tovarlar sifatsiz bo'lgan. Xitoyda odam ko'pligi sababli chet g'arb davlatlari o'zlarini ishlab chiqarayotgan texnologiyasidan Xitoyda ishchi kuchi ozligi bilan foydalanganda o'zining texnologiyasini Xitoyga olib kirishgan. BMW korporatsiyalari, Audi, hamma mashinasozlik kompaniyalari, hattoki Yaponiyadagi avtosanoatlar ham Xitoydan foydalanadi. iPhone'lar, chip sohasi hozir rivojlanib ketgan. Hozir mirovoy liderlarning ichidagi birinchi davlatlardan hisoblanadi Xitoy. Chunki ular o'ziga kirib kelayotgan texnologiyalarni qabul qilishni bilishgan. Ular xursandchilik bilan kutib olishgan. Ulardan foydalangan. Eng asosiysi ularning texnologiyasini o'rganib olgan ular. Ana hozir BMW mashinasini analogi Nissan hisoblanadi. Ana shu Nissan mirovoy dunyo tan olgan. Buni motori hozir elektromobil faqatgina BMW dan ko'chirib olingan elektromobil, benzin bilan emas, tok bilan yurgan motor qilib ular ishlab chiqardi. Chunki ular shu narsaga erishdi. Ular o'ziga kelgan texnologiyani o'rgandi. Biz ham ularni yomon ko'rmasdan, bizga ko'payib ketayotgan Xitoylarni yomon ko'rmasdan, ularni yurgizayotgan biznesiga biz hasad bilan qaramasdan, havas bilan qarab, ularning texnologiyasini o'rganishga harakat qilishimiz kerak. Chunki bizning qo'limizda yo'q narsalarni ular olib kelyapti-da. Hamma narsani yaxshi tomoni bor, yomon tomoni bor. Faqatgina yaxshi tomoniga qarasakkina biz o'zimizni yutuqlarimizga erisha olamiz ekan. O'zi eskidan Xitoy savdogar xalq bo'lgan, mana shu sholklar, ipaklar, qog'ozlar hammasi ana shu Xitoy sanoatida boshlangan ishlab chiqarishi. Buyuk ipak yo'li deyish ham mana shu g'arb davlatlarini Xitoyga qiladigan savdosini asosiy yo'li hisoblangan-da. Xitoydan o'rganadigan ko'p narsalarimiz bor. Lekin bizdan ham ulardan o'rganadigan ko'p narsasi bor-da. Shuning uchun biz xitoyliklarni qabul qilishni bilishimiz kerak. Ularning texnologiyasini bizda yo'g'ini ulardan olib o'rganishimiz kerak. Shunaqa ularni haydab chiqarish kerak emas, ularni yomon ko'rish kerak emas. Ulardan o'tib ketish kerak. Ulardan o'tishga harakat qilish kerak. Shunaqa do'stlar, boshqalarni yomon ko'rmaylik.